Yangi ilmiy kashfiyotlar va yangi metafizikaning shakllanishi mavzusidagi suhbatni davom ettiramiz. Shu yergacha keltirilgan materiallardan Pyotr Girayev kashfiyotlarining fan dogmalariga zidligi birin-sirin ko'rina boshladi. 4-kashfiyotidan keyin esa olimlar uning kashfiyotlaridan nima uchun esankirab, hatto qo'rqib qolganlarini sababi ham ko'rinadi. Gap shundaki, Girayev nazariy g'oyalarning o'zi bilan cheklanmadi. U to'lqin matritsalari orqali davolashning amaliy texnologiyasini ham ishlab chiqdi. Bu esa har yili $4 trillion foyda ko'radigan farmatsevtika dasturini industriyasini mavjudligiga kuchli zarba edi. Qarang, to'lqin bilan har qanaqa kasaldan tuzalib ketish yaratuvdi inson. Metodning mohiyati juda ham oddiy edi. Yosh organizmni sog'lom DNKsini olib, uning to'lqin xarakteristikasi yozib olinadi. Keyin betob patsientning hujayralarini shu informatsiya bilan nurlantiriladi. Hujayralar sog'liq dasturini o'qishadi va hech qanaqa kimiyasiz, operatsiyasiz, boshqa murakkab effektlarsiz tiklana boshlaydi. Girayevning odamlarni davolash bo'yicha qilgan eksperimentlari haqida ham norasmiy ma'lumotlar bor. Vrachlar bir hafta yashash qolgani haqida xulosaga kelgan. Saraton kasalligi bor bemorlardagi shishlarni Girayev muojalasidan keyin kichiraygani va ba'zilari butkul yo'qolib, bemor butkul tuzalib ketgani kuzatilgan. Bular hujjatlashtirilmagan, chunki rasmiy meditsina bu metodni tan olmagan edi, lekin patsientlarning o'zlari bor. Endi bu eksperimentlarning rasmiy meditsina tomonidan tan olinmagani sababi borligi ravshanroq bo'ladi. Axir rakni, diabetni, ko'rlikni ovoz va nur orqali davolash mumkin bo'lsa, minglab dollarlarni kimyoviy terapiya uchun sarflash nima hojati bor? Butun umr mobaynida insulin inyeksiyasini olishi nima keragi bor? Juda murakkab xatarli ko'z operatsiyalari nimaga kerak? Yiliga 4 millionlab daromad qiladigan farmatsevtika imperiyasini bozori kasod bo'lmaydimi? Va bu imperiya o'zini himoya qilish kerak emasmi? Shuning uchun ham Girayevning maqolalari ilmiy jurnallarda nashr etilmadi. Kashfiyotlari patentlanmadi. Ya'ni SMILada ommaviy axborot tomonidan ham hatto uni sharlatan deb e'lon qilishdi. Girayevning Nobel mukofoti sovrindorligiga taqdim etilgan vaqtda esa u to'satdan infarkt oladi va 78 yoshida to'satdan vafot etadi. Hamma kasalliklarni qanday davolashni, ularni qanday oldini olishni endigina chuqur bilib boshlagan olim birdan vafot etadi. Endi yana ham chuqurroq e'tibor bersak, bu yog'iga uning eng oxirgi va eng asosiy kashfiyotiga to'xtalamiz. Butun avvalgi aytilganlar ham shu oxirgisi asosiy kashfiyotini yorishtirish uchun edi. Navbatdagi qismda Girayev o'lmasdan oldin o'z shogirdlariga qoldirgan shu kashfiyot tahliliga o'tamiz.